Aziz do'stlar, sumkani boshladik mana muxlislar, obunachilar. Mana akam oldiga yana keldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tuzimisiz? Rahmat, sekin to'g'dala bo'lyapmi aka, charchamayapsizmi? Endi tanishtirib borasiz endi bu nimalar bor bu yerda boshqa? Qat-qat gapir. Bu yerda bizni yo'llarimiz bor. Ko'proq bu yerda quruq mevalar, yong'oq, hamdon ustalar. O'zimiz guruch, mosh, no'xat, lo'yalar bor. Hindistonlik guruchlar bor aka. Eng zararli o'zbek akalarimizga nos bor-da. Ha, bo'ldi-da, bo'ldi. Gapiraverasizmi? Bundan bog'lamiz. Nos bor akalar. Bo'ldi. Nimalar bor? Ichkarida yana bir joyimiz bor. Ichkarida bormi? Ha, bo'ldi. Ichkarini ham so'mga qilamiz. Ularga mana o'zimiz O'zbekistondan kelgan lazer guruchlar, Xorazmda, o'zimiz Andijonlik guruchlar, Dizra. Bular tanishtirib borasizmi? Nima endi bular? Bu yerda hozir nima ko'proq bu yerda quruq mevalarimiz bor. Ha, quruq mevalarmi? Yong'oq, mana Yevropadan kelgan narxlarni ham ko'rsatib boraman, narxlarni. Makadamiya, ko'proq mana funduq, Rossiya o'ziniki. Aha, funduq. Bodomlarimiz bor, to'g'ralgan, bodomlarganlari. Endi bular mana keshular endi bular Hindistondan keladi, O'zbekistondan keladi. Endi o'zimiz akalarga istagan narsalarini ko'proq zakaz bo'yicha ham topib beraveramiz. Endi bu o'zimizni nimalar ham bor ekan? Shipirgilar bor ekan. Ko'proq yerda o'zbek mana ko'proq sпрос bo'ladi bizda. Ayollar mana gulbata so'rashadi. Gulbatalarga achchiq tosh so'rashadi. Bemalol shu yerga murojaat qilishadi. Yaxshi. Ko'proq endi hozir bizda isiriq so'rashyapti, lekin isiriqqa hozir bir narsa deyamiz. Isiriqda hozircha endi nima yo'q. Zakaz. Qo'ygan narsalarni hammasini yo'q narsa bo'lsa zakazga to'g'ri beramiz. Tezroq zakaz qilishadi. Telefon nomerlaridan ham bir qator nomerlarni olib qo'yamiz mana. Mana shunday telefon qilaverasizlar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, tinch bo'ling. Mayli, salomat bo'ling. Salom.